Dasturimizda energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari haqida mulohazalar. 2030-yilga borib mamlakatimiz aholisi 41 millionga yetishi, iqtisodiyot 2 karra o'sish kutilyapti. Bu energiya resurslariga bo'lgan talabni hozirgidan 1,5 karraga ko'paytiradi. Shuning uchun yangi loyihalarni ishga tushirib, quvvatni ko'paytirish bilan birga energiyani tejash choralarini ko'rish kerak. Davlat rahbari ko'rsatmasiga muvofiq joylarda energiyani tejash imkoniyatlari olimlar ishtirokida ilmiy asosda o'rganilmoqda. Bu galgi lokatsiya Buxoro viloyati. Dastlab viloyatda yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratining yangi mexanizmlarini joriy etish va sohani raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan respublika shtabining sayyor yig'ilishi o'tkazildi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 17 dona reaktiv kondensator almashtirish, 152 dona nasos agregatlarini modernizatsiyalash hamda Boykent va Jondor 3 ko'tarma nasos stansiyalaridagi eski nasos agregatlarini zamonaviysiga almashtirish orqali 62 million kilovat soat elektr energiyasini iqtisod qilish imkoni mavjud. Bu boradagi ishlar samaradorligini Buxoroda eng katta elektr energiyasi sarf qiladigan Amu Buxoro mashina kanali Olot tumani boshqarmasi tasarrufidagi 2-nasos stansiyasida amalga oshirilgan ishlar misolida izohlash mumkin. Har bir agregatimiz 15 kub soniyasiga suv chiqarib boradi. Har soatiga 8000 9000 megavat elektr toki iste'mol qiladi. Bir soatda 3000-3500 tokni ekonom qiladi. Oldingi nasos agregatlarimizga qaraganda kam tok iste'mol qilib, me'yordagi suvni yetkazib berishni bajarib beradi. Mutasaddilar shu kecha kunduzda Amu Buxoro 1 yangi nasos stansiyasida borayotgan jarayonlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Bu joyda 8 dona, har birining quvvati 11,25 metr sekund bo'lgan yuqori unumli resurs tejamkor nasos agregatlari o'rnatilmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida nasos stansiyasining umumiy suv chiqarish qobiliyati soniyasiga 90 metr kubga yetkaziladi. Bu loyihamiz O'zbekistondagi eng yirik nasos stansiyalaridan biri bo'ladi. Hozirda eng katta masala energiyani tejash. Shunga asoslanib aytadigan bo'lsam, bizning texnikalarimiz bu borada katta miqdorda elektrni iqtisod qilish masalasi uchun ham yechim hisoblanadi. Bosh prokuror o'rinbosari tomonidan hududlarda yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha tuman shahar shtablari faoliyati ham tanqidiy muhokama qilinib, tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berildi. O'rganishlar natijalaridan ko'rish mumkinki, Buxoroda 39 million kilovat soat elektr energiyasini 25,2 megavat, jumladan 543 ta aholi xonadonlariga 0,7 megavat, 876 ta ijtimoiy soha obyektlariga 11,3 megavat, 850 ta tadbirkorlik subyektlariga 12,5 megavat quyosh paneli o'rnatish hisobiga iqtisod qilinishi mumkin. Bunda hududlarda tashabbus ko'rsatib, muqobil energiyadan foydalanish hisobidan yuqori natijalarga erishayotgan aholi va tadbirkorlik subyektlarining tajribasini ommalashtirish borasida alohida so'z bordi. Quyosh panellari masalasida shu birinchi 3 kilovatdan boshladik. Sezilib boshladi foydasi. Keyin ana uyga qo'ydik 50 kilovat. Keyin tashkilotimizga yana 13 kilovat. Hozir 63 kilovat ishlab turibdi hozir. Bir yilda 77-80 million foydaga chiqadi. Hozirgi reja shu ketishda ketsa ishlashi. Faoliyatimiz quyosh panellarni shu xalqqa taqdim etish, shu tok bilan bepul ta'minlash. Misol uchun kredit qilsa o'zini misol uchun 5 kilovatda xonadonga qo'ysak, 5 kilovat bir oyda hozir kecha kunduzda 1000 kilovatgacha tok chiqaryapti. 200-300 kilovat o'zini ehtiyojiga ishlatsa agar 600-700 kilovat qoladi. 600-700 dan davlatga sotyapti. 600 ming so'm cho'ntagi daromadiga qoladi. O'rnatishlar ko'paydi. O'tgan yil nisbatan bu yil o'tgan yil misol uchun 6000 kilovat o'rnatgan bo'lsak, Buxoro viloyati bo'yicha shu yil ana birinchi chorakda 4000 kilovat o'rnatdi. Olimlar va soha mutaxassislari tomonidan o'rganishlar davomida amalda yaratilgan iqtisod qilish tajribalarini ommalashtirish maqsadida joyiga chiqqan holda tegishli sohadagi iste'molchilar ishtirokida 10 ga yaqin amaliy seminarlar tashkil etildi. Unda viloyatdagi 544 ta mahallada energiya resurslarini tejash va yo'qotishni kamaytirishni qaysi manbalar hisobidan amalga oshirish mumkinligi tahlil qilindi.
Yana bir ma'lumot, viloyat miqyosida 68537 ta aholi xonadoni va 1082 ta ulgurji iste'molchilarda mavjud nostandart gaz jihozlarini zamonaviy energiya tejamkoriga almashtirish hisobiga 20.7 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi. 3 ta issiqlik manbai korxonalaridagi qozonlarni ta'mirlash va 253 ta issiqxonaning qozonlarida rejim sozlash ishlarini olib borish evaziga 3 million metr kub tabiiy gaz ortiqcha sarfining oldi olinadi. 130 kilometr yer osti gaz quvurlarini ta'mirlash ishlari natijasida 3.6 million metr kub tabiiy gaz yo'qotishlari bartaraf etiladi. 20.252 ta aholi xonadoni 2 bosqichli tizimga o'tkazilib, 0.6 million metr kub gaz sarfi kamayishiga erishish mumkin. Aholining 18.075 tasiga 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Bundan tashqari shu aholi xonadonlari, ulgurji iste'molchilar, sanoat korxonalarida o'rnatilgan nostandart gaz jihozlarini tejamkorga almashtirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunga qadar 26.140 ta nostandart gaz jihozlari tejamkor xavfsiz gaz jihozlariga almashtirildi. Buning natijasida 11 million kub gaz iqtisod qilishga erishildi. 35.4 kilometr gaz quvurlari modernizatsiya qilindi. Ya'ni Jondor tumanining o'zida 20 mingdan ziyod aholi xonadonlarini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi yuqori bosimli gaz quvuri yer ostidan yer ustiga chiqarilib ishga tushirildi. Buning natijasida 1.571 metr kub gaz iqtisod qilishga erishildi. Prezidentimizga juda katta rahmat. Mana shuncha katta ishlar qilindi. Bundan xalqimiz albatta minnatdor. Bu taqsimlagish bilan Jondor tumanimizning yarmisi gaz bilan ta'minlanadi. Lekin buni yuqoriga chiqarish sababi ba'zi vaqtlarga gaz yer ostidan chiqib yotar edi. Chiriganida 70-yillardan bo'lsa agar 50 yildan ortiq bu gaz yerning ostidan o'sha quvurlar chirigan. O'shalar hozirgi paytda 7 kilometr yangilangandan keyin albatta bosim bir xilda bo'ladi. Maqsad o'sha bosimni gaz chiqib yotgan, oqib yotgan gazdan oldini olish edi. Xulosalarga ko'ra, O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyatining Buxoro viloyatidagi korxonalarida ishlab chiqarishni optimallashtirish, texnologiyalarni modernizatsiya qilish hisobiga 5.9 million metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish mumkin. Bundan tashqari, eskirgan quvurlarni yangisiga almashtirish ham muhim masala ekani inobatga olinib, bu boradagi ishlarni jadallashtirish lozimligi ta'kidlandi. 5 kunlik o'rganishlar davomida sohaga daxldor tashkilotlar va huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlarida 278 ta holatda 3 milliard 800 million so'mlik gaz va elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari fosh etildi. Viloyatimizga tashrif buyurgan respublika ishchi guruhi bilan birgalikda o'tkazilgan nazorat tadbirlarimiz davomida 2 milliarddan ortiqroq elektr va gaz ta'minotlariga yetkazilgan zarar miqdori aniqlandi. Bu borada respublika ishchi guruhi tomonidan yoqilg'i energiya resurslarini iqtisod qilish bo'yicha aniq maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olindi. Ayni paytda Buxoroda 3 ta yirik gaz kimyo loyihasi, Buxoro sanoatni rivojlantirish parki, 10 ta quyosh va shamol stansiyasi qurilmoqda. Ularning 5 tasi to'la quvvat bilan ishlayapti. Qo'shimcha Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy va Shveysariya kabi mamlakatlarning kompaniyalari bilan hamkorlikda 6 ta yashil stansiyalar va bitta energiya saqlash tizimlarini barpo etish loyihalari ustida ish olib borilmoqda. Bu raqamlar O'zbekistonning muqobil energiyadan foydalanish borasidagi salohiyatini o'zida ifodalayapti. O'tgan 3 yil davomida 3,5 gigavatlik 16 ta quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi. Hududlarda 35 ta gidroelektr stansiyalari qurildi. Davlatimiz rahbarining topshiriqlariga asosan hududlarda professor olimlarni jalb etgan holda ilmiy texnikaviy o'rganishlar olib bormoqda. Shu sababli Buxoro viloyatida ham joriy yilning 12-17 may kunlari professor olimlarni jalb qilgan holda ilmiy texnikaviy o'rganishlar amalga oshirildi. Unda viloyatdagi 544 ta mahallalar tahlil qilindi. Shu bilan birga 106 ta podstansiyalar, 16 mingga yaqin elektr tarmoqlari, 250 ta yirik korxonalar, gaz taqsimlash punktlari, stansiyalari, qozonxonalar hammasi ishchi guruhlar tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganildi. Aniq misollarga tayanib aytadigan bo'lsak, birgina Buxoro viloyatida olib borilgan ilmiy texnikaviy o'rganishlarga ko'ra, yillik o'rtacha 238.8 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 122.1 million metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish va yo'qotishlarni kamaytirish imkoniyati mavjud. Bu bilan tabiiy gaz 9.3% dan 7.8% ga, elektr energiyasi 10.7% dan 9.6% ga kamayishiga ham erishilmoqda. Mamlakatimizning 40 nafar yetakchi olimlari mavjud vaziyatni tahlil qilish asnosida aynan shunday xulosa berishdi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, endigi qilinadigan ishlarni sifatli amalga oshirish yuzasidan vazifalar belgilab olindi.